xotiningizni dastidan telefonda gaplasha olmay qoldim. Unaqa emas, ovsin, siz noto'g'ri tushundingiz meni. Yo'q, bu bir tushunmovchilik bo'ldi. Saida, necha marta aytishim kerak, urushmanglardi. Ha, nima gap? Nima shovqin? Nima bo'ldi? Men telefonda oyim bilan gaplashayotgandim. Mana bu keliningiz eshikni yopishib olib gap o'ylayotgan ekan. Nega yo'q joydan janjal chiqaryapsiz? Bu nima lo'lilik? Nima sharmandalik? Axir men aytdim shuni ovsiningizga. Shirinlik olib keldim, birga choy ichib olaylik degandim. Shunga shunchalikmi? Ovsiningizni yomonlashga boshqa bahona yo'qmidi? Chaqirgani kelgan odam nimaga eshik tagida jim turadi? Taqillatsa bo'ladi-ku. Gapingizni bo'lib qo'ymaydigandim. Gapimni bo'lib qo'ygis kelmasa nari keting. Nega eshigim tagida gap o'ylab o'tirasiz? Xuddi o'g'ri mushukka o'xshab. Bas qilinglar bo'ldi. Uyat ham qolmabdi-yu sizlarda. Siz avvalambor o'zingizdan kattani hurmat qilishni o'rganing, xo'pmi? Mana shu o'g'ri mushuk deb haqorat qilgan ovsiningiz sizdan katta har holda. Odobsiz. Senga tarbiya bergan o'sha Shu keliningizni yaxshi ko'rishingizni bilardim, dadajon. Endi o'zingiz kelin qilgansiz-da, o'shaning uchun nuqul tarafini olasiz-a? Dadam bilan to'g'ri gaplashing. Satqaga odam keta. Siz gapingizni o'ylab gapirsangiz bo'lardi. Qaynotaga ham shunaqa muomala qiladimi? Har holda kichkinasiz-ku. Yuring, keta qolaylik, charchab ketdim.